Mehnat insonni ulug'laydi. Inson harakati orqali o'z qadr-qimmatini namoyon etadi va jamiyatda o'z o'rnini topadi. Halol ish qilgan odam har doim hurmatga sazovor bo'ladi. Mehnat insonni nafaqat moddiy, balki ma'naviy jihatdan ham boyitadi. Dangasalik esa insonni orqaga tortadi va rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Mehnatsevar inson doimo oldinga intiladi va maqsadlariga erishadi. Nafis tongning xushbo'y nafasi Qo'shtepa tumani Garimdon mahallasidagi bu xonadonga o'zgacha fayz bag'ishlaydi. Bu yerda har kun mehnat bilan boshlanib, shukronalik bilan yakun topadi. Kunimiz ertalabda chiqib, o'sha issiqxonalarni bir qator aylanib, ko'chatlarni ko'raman, aylanaman. Nima qilish zarur bo'lsa, o'sha rejalar tuziladi ertalabda. Xovaxonaya 60 bahorni qarshi olgan, ammo qalbidagi g'ayrat hali ham yoshlarnikidan kam emas. Uning eng sevimli maskani tomorqa. Bu yer uning nafaqat mehnat joyi, balki qalb quvonchi, hayot mazmunidir. Kunni shu yerda boshlab, yana shu yerda yakunlaydi. Farzandlarim aytishadi, bo'ldi qilmang deb, lekin o'sha o'rganib qolganmiz. Yoshlikdan shu dehqonchilikka, hozir ham shu ishlarni qilgim keladi. Sog'lik uchun foyda birinchi o'rinda. Issiqxonadan tashqari gul yetishtiramiz o'zimiz uchun. Oddiy, samimiy va mehnatkash ayol ilgari tomorqadan odatiy usulda foydalanardi, ammo imkoniyatni izlab, yangilikka intilib, ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'chatchilikning sirlarini o'rgandi. Turmush o'rtog'i bilan maslahatlashib, issiqxona qurdi. Shu tariqa Pavloniya ko'chatlarini yetishtirish yo'lini tanladi. 2020-yildan boshlab o'sha Pavloniya ko'chatga qiziqib, Pavloniyaga ekishni boshlaganmiz. Yilda ko'chat qilib chiqaramiz, yana ko'chat nihollarda chiqaramiz, 1 yillik ko'chatlarni ekib sotamiz. Tomiridan yana nihol qilib chiqarib, ham niholda sotamiz, ham 1 yillik ko'chatga yana ekamiz. Yaxshi pishiq material bo'lar ekan. O'zimiz o'shandan uy soldik, mana ekib qo'ygan o'sha Pavloniya ko'chatlarimizdan. Tajribadan o'tkazdik o'zimiz. Pista ko'chat qo'shdik, uni oldiga, keyin uzum, yangi kirib kelayotgan uzumlardan ko'paytiryapmiz. Bu xonadonda hamjihatlik barakaning kaliti. Oila sohiblari bir-biriga suyanch, bir-biriga dalda. 2 o'g'il, 1 qizni uyli joyli qilishgan. O'g'illar o'z yo'lini topgan. Ammo katta bog' va tomorqa yumushlari ota-onaning qo'lida. Bu ular uchun majburiyat emas, bu hayot tarzi. Mehnat qilmasam, shu issiqxonalarga kirib aylanib, shu ekkan ko'chatlarimizni ko'rmasam, hali biror yoqqa borsam ham to'g'ri kelib shu bir qator issiqxonaga kirib aylanib chiqaman. Bugun xonadonda yetishtirilayotgan mevali hamda manzarali ko'chatlar nafaqat yurtimiz, balki xorijda ham qadr topmoqda. Chunki bu yerda har bir nihol mehr bilan parvarishlanadi. Aytishlaricha, daraxtning hosili ham, husni ham uning nihollikdagi ilk parvarishiga bog'liq. Gektarimizga 20 ming, 30 ming ko'chat ekamiz. O'sha kuzga borib, o'sha ko'chatlarimiz bakini tashlagandan keyin biz o'sha kuzda qishga qolmay, muzlamaga qolmay sotuvga chiqarishni boshlaymiz. Hozir biz chiqarayotgan mana shu Pavloniya ko'chatlarimiz Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon shularga mana shu eksport qilib jo'natyapmiz shu ko'chatlarimizni. Yoshim o'tdi, dam olay demadi Xovaxonaya. U turmush o'rtog'iga yelkadosh bo'lib mehnat qildi. Ilgari hamshira bo'lib, insonlarga shifo ulashgan bo'lsa, bugun tabiatga jon baxsh etmoqda. Bu mehnat esa har yili 300-350 million so'mlik barakaga aylanadi. Bunchalik nima sharoitda bas edik, yeb ichishimiz ham boshqa ham. Endi shularning orqasidan mana mashina oldik. Bolalarni uylab joyladik. Mehnat orqasidan, shu ko'chatlarning orqasidan. Umr g'animat, hayot bir marta beriladi. Uni qanday o'tkazish esa insonning o'z ixtiyorida. Xovaxonaya bu ne'matni mehnat, sabr va harakat bilan bezab, xotirjam va mazmunli hayot kechirayotganidan mamnun. Bu kun Maftuna Mamasizlik va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.